Mana. Qizlarni yangi joyga o'tkazib qo'ydik. Mana. O'zlarini yaxshi his qilyapti. Asosiysi to'planib olishmayapti. To'plansa yomon ekan, bir-birini bosib olar ekan. Demak, harorat menimcha yaxshi shekilli, shuning uchun bemalol aylanib yurishibdi. Trapani ham o'rnatib oldik. Pechkachani yoqib qo'ydik. Opash o'zini vashshe relaks his qilyapti. Vah! Bo'li uverenni bo'ldida, ancha tajribasi bor akamizni ham chaqirganligimiz foyda bo'ldi. Ertadan keyin sotmoqchi bo'lsak ham, xudo xolasa, bo'li uverenni makion deb sotamiz, haligi shubha kamroq bo'ladi, xudo xolasa. Hamma makionchalarda mana. Voy, ko'z tegmasa makionchalar ancha dadil. O'zlarini yaxshi his qilyapti. Mabodo qiziqish bo'ladigan bo'lsa, sotib olishga 30 kunlik bo'lganda sotuvga qo'yaman, xudo xolasa. Bular bu yerda ko'p turmaydi. Shuni ham bir qator e'lon qilib qo'ymoqchi edim. Bugun 23 kunlik bo'ldi. Nasib bir haftadan keyin sotuvga chiqaraman. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqinglar. 30 kunlik bo'ladi shunda, xudo xolasa. Kimdir aytadi 35 kunda, kimdir aytadi 40 kunda, 45 kunda deyshadi. Men aniqlik bilmadim, chunki hali tug'ib ko'rgani yo'q o'zimizda. Urug'likka bir 15 ta 20 tasini olib olish niyatidaman, lekin atak sotuvga chiqadi, xudo xolasa.